nima ka? Fikam nimda adamni qo'rqitsa, qilib beradi. Men anan doktorxonada jiddiy yetib qolgan aka. Ha. Hozir pulozim qo'ygatdi, bu yerda xususda aka. Doktorni kep doktorni. Na qaylab baqa menga. Chiroyim bir tag'anga o'xshamdi-ku. Yo. Andaz dem pul so'rash, ko'rishmay adamni qo'yib. Ha aka to'xtang aka nima ka? Men sizdan pul so'ramayman. Ha. Men elimda bir telefon bor, shuni olib qolmam nima ka? Fikam bu sening qizing bir jadigarning qizi kelib ishtikay ya. Men de hazır bir sizlar tamak yeyishayotgan ya tulpunimni qo'yib ketdi qaylar. Men achchig'im tulpa og'ni menga emasman. Aka uni olib qolmaymiz, ajallab qolmiz, miyoz qadarki juzijim mana ka. Mana iPhone aka var. Fikam iPhone nisbat deb ketmisangmi? Biz ma shaychilik qilib uzun bo'lib tunaymiz o tulpunni. Avlatda bir ananga vafodor bola ekansa, avlatda bir olib qo'ysam nima nech bo'lsatsa. Ayni vaqtda 8 ming ko'rgan aka bu telefonni. Ha. Qo'g'lab qolmiz nima ka? Qaylar fikam bu tulpunni 4000 ko'p ammayda bizdan. Akilaq bulaqni. Munda qilla qaylar. Sana bir yordam qilganim bo'lib qolsan, 1000 ko'ylam beraymi? Nima ka? Ozroq ketang deyim nima ka? 1200 ko'ylam bo'lsin dema. Shagami kelib oldi. Ahmad Sattan shag kirib telefon qildi, deb bir telefon so'qib baqay. Genci de hediye telefonsuna shag chigindab qo'yib telefonni to'd na jurtqanim abala. Bingur bam bingur. Yaxshimisiz apandi, nima kasb bilirsiz? Ajab umaq düp tugilak qiz bor ekan ya bu. Apandi. Apandi. Qaylam, mında gap qaylam. Men abji qizlar tamaq yegan emasmi bayan? Siz o'ylig'imdan kelishgan. Ko'pildab 50 piroq purab turgan bo'lgansiz juma. Unchola emas-da. Men siz hech purab ketasiz demadim. Bir xil 50 xos salopet aka demakchi. Antaqa bizlar iltizam qilishni jiqqilimiz emasmi? Shunda damaliq bir firoq arilishib ketgan o'xshaydi. Shu ansirab qopti. Qanday bir ishga yordammi ya? Halim bo'lsa. Menchu yordammi ya? Yormamtika. Siz vaqo qaylangan qilindaymiz unda. Xuddi vaqo qahritan qishda. Güpüldütön ishga sho'rplab shunda bayliqi illiq qaylan. Onun sert yanaliqa manga taplan qujilgan, ashba pishqishdak qaylan. O'lchamlikcha qilib tiqqashi. Pishqishdak? Nima bo'ldi? Bir o'xshatsangiz chiroyli, go'zal narsalarga o'xshatmamsiz? O'xshatgan narsangizni? Yo'q, men sizni shu chiroyli, go'zal, manga atab qujilgan debna. Unda demakchi akil qo'ydim, akil qayla. Shunda ochiqlab kesmiş, shunda omaqa kuzik. Onam. Qaylan. Ertegen toydan keyin kesildirib o'ltirdiga o'xshamasiz meni? Kim bo'ldingiz? Toy degan to'g'ri baxil mujib og'ib ketdi. Toydan kelib chiqib ko'z og'riyotamda? Yo'q. Burum og'rigan, shunda jiddiy og'rib ketdi. Menda qilaqilansiz jinnak o'tirib turganda dikkina bir shirkatga kirib chiqajmi? Shirkatga? Meni bu yerga chaqirib qo'yib, shirkatga o'tsizlar? Yo'q. Qaylan bu shirkat degan hojatxona. Haqini berkilaymi? Voy to'xtang. Qo'yib bo'lsangiz telefonni olmay bo'lsangiz bo'ldi-ku. Qo'yib beraman, mening faqat telefonimning shinxosi o'xshamas qarang. Mana to'rt taqib beraman. Bir Fransiyada boshqa birisi bo'lmagan ekan, telefon o'ynab o'tirib turing. Qaylan. Men ko'rdingizmi? Ha shinxosi ichiga patmay tejg'ichkday deb qapti. Qaylanlar siz shu yedonning kartasini ishlatmaydi ekansiz-a? Nega qanday bilib oldingiz? Bilib oldingizda aytdim. Nimaga qaylan bilish ketmaydi? Bizning malga chet jangallik qo'yib vaqtgan baldirda deb, mal yugurish o'ynaydigan, eg'i chiqishdan kelgan baldirda hamma xudoani. Ha. Unda nom yedonning kartasini bizirib beraman. Bizirib bermandiki, sizga lozim bo'lsa, qandig'ini bizirib beringizga. Ha? Bundan bunda qilla qaylan. Men manada sizga to'rt taqib kerak. Siz bilan o'ynash turing. Dikkindan chiqib chiqaymi? Maxfiy numarni qo'shsangiz ham bo'ladi. Ben dikkin chiqib chiqaymi sen? Aldamay kirib chiqma.
Viyey. Sen lokkeş küçüldüm mi ketsem? Tişötmeydiğen pattan uçuraptım go. Yarga sadık bu yüreğini Hem de küçük tulpunum hep kaçırgan gaplarında. Yok. Şengini bulduğun adam kaldı mı ya? Makul aç tulpununu aç kesme, aç kessem makul. İçideki bir 10 yıllık vakanda yidonun kartısını olsun kuyap çıkarsam da. Ay billi kuşaplam ip kaç gitmez mi maymak? Artık yapıp koydum mu siz şundan mı ya? İşqisi yo'q efendi, qanday kasb bajarmoqchi bo'lsangiz deyverim. Mında kaylan. Abi mening tulpunum jütlemez mi azar? Şu at tulpunun içinde şu ama yidonum 10 yıllık bir kas var da kaylan. Şunu bir qaytib bajarsak bo'ldi. Ma'qul, telefon nomeringizni deb bering. Kartangiz bitdi efendim. Bundalam qilla qaylan. A kartni siz bajargan bo'lgan ekan. Mush tulpun uzun seplan bermem siz. Qimmat olgan tulpunda bayam aldım da 8000 koyga. Peyza? Kaçlama. Efendi bu telefonunuz saxt ekan. Nima ekan? Saxt ekan. Ma tulpunmi ya? Rost saxt ekan. İyi. Şalaqshi diyor bu. Vay mening mingish kuz kuyam. Qancha pul? 8000. 8000 koyga emas buni. Nimachi qimmat tez berib almashtiryapsiz bo'g'dakchimi? Vay nereden tapam da onu kaylan? Bayama yolunu bir kitip alsam. Yüzbal aldım tosaplam. Aka anam bek ağırıp kalgan, yaman ağırıp ketті kaylan doktorxana tüylüğüde pul yok. Anamni qutqizasınız o'tda, ma tulpun ağını 3 gün bo'lgan. Sizga baza bazını tövbe 5000 koy azam beray depti kaylan. Ama hayacanlanıp gitip Amda bir haq yordam qilg'ach bir ip qo'yay deb azankan deb og'a emas buni. Tez chiqib izlab boqamsiz ya. Bunchalar odam bor bozordan nereden topam buni? Chiqib yana tulpun topa olsam mayli yana qo'ylab ketaman ya. Qo'yilib yurishingizning hojati yo'q efendi, bizning faoliyatlik telefonlarimiz bor. Sonra bu yidonning tijorat aldım tulpun satamda. Albatta efendi, hamiz tanlıq markadagi telefonlar, yurishlik mulozimat bajarsangizlar. Oppo, Vivo, Xiaomi qatorliq telefonlarni bozor bahasidan 440 yuandan 1730 yuangacha arzon sotib olasiz. Vay. Sonra bu tijorat aldım işte arzon tulpun tutsa. Bozordan tulpayıp qo'ylab yurgan jin qalin suratga ahmat satamman shundanmi ya? Qanday mulozimat bajaramiz buningga? Oylik yurishlik mulozimatimizning eng tuvan bahasi 79 yuan, buningda telefonni bozor bahasidan 440 yuan arzon sotib olasiz. Oylik yurishlikimizning eng yuqori bahasi 299 yuan, buni bozor bahasidan 1730 yuan arzon sotib olasiz. Vah. Katta mulozimatli bor ekan. Unda olib qolsa menga yamandilan bizni bajarlab oldi. Efendi, siz telefoningizda qanday mashg'ulotlarni ko'proq qilasiz? Tulpundimi? Manda alam qilla qaylanma kartni siz bijirib bergan ekan. Siz qaysi mashg'ulotni jiq qilasiz, shuni ham qilaychaman. Burunqisida davatmi? Bunda qaylan burunqisida kino ko'rmayman. Kinoni yamanjiq ko'rma. Butun apchaqli kino qolmaydi emas men ko'rab. Topgan pulni yerimdan chiqib kinoga apchaqli qochilaydigan ketibdi. Undaq bo'lsa, efendi, sizga shirkatimiz yo'l qo'ygan har qaysi kino applarining oliy a'zolik mulozimatini aytib beray. Buningda har qaysi kino applardagi kinolarni yurishlik ichida bemalol ko'ra olasiz. Ashta alam qila, ashnam echinga bo'ldi. Ma yedin olsanmi? Vahşi faaliyetler var kendime. Şunda çıraylı kızın azallan badiya. Çıraylı kız ola. Mana tunji tulpun keldi. Hey! Ferhat payda. Şayk payda oğa oqshmamsa? Men hozir ma yedin olsin bizdan tulpun setib olib chiqdim ha. Ma'qul.